Assalomu alaykum hamda qadrli do'stlar, ko'rishganlarda Katinlik avtovokzaldan Primoy reyslarimiz amalga oshirildi do'stlar. Kimdaki Moskva, Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha ofitsial reys va avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, bemalol ekranda raqamlarga telefon qilinglar, bog'langlar do'stlar, tanlovda adashmanglar. Katinlik avtovokzaldan seshanba, juma kunlariga sifatli reys va avtobuslarimiz Sobraqim avtovokzaligacha Primoy qo'yilgan do'stlar. Shunaqangi reyslarda ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz. Bemalol telefon qilinglar. Avtobusimiz M7 yo'ldan yuriladi. Vladimir, Nijniy Novgorod, Chebuksariya, Kazan, Orenburg shahridan ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga ham tavsiya qilamiz. Hamda Qozog'iston fuqarolari ham ketsa bo'ladi. Aktober, Orol, Shimkent, Qizilo'rda, Turkiston shahriga hamda Almaty, Astana shaharlariga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga ham tavsiya qilamiz do'stlar. Tanlovda adashmanglar, ekrandagi ishonch raqamlarimizga telefon qilinglar, bog'langlar, mana pastda boshlandi do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Sifatli reys va avtobuslarimiz sizlar uchun do'stlar. Agarda videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiskani unutmanglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka-ukalar.